2850 dollar rasxod ketgan. 400 dollarga evakuator ortib olib kelibdilar. Juda qimmatga olib kelibdilar. Avtomat korobkani mo'ynasini almashtirishgan. 150 dollar va yana xizmat qassiga qo'shib buni almashtirishga ish bitmagan sifatida Buxoroda atkaz bo'lgandan keyin mashina yurmay qolgan. Travers avtomobil olib, unga be'tiborlik bilan qarab yursangiz, sizni nechta pul rasxod kutyapti. Shuni ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Meni ismim Abdulaziz, Avtodoktor servis asoschisiman. O'zim 20 yillik tajribaga ega ustaman. Xullas, bu yerda yana hamkasb ustalar bilan maslahatlashib sizlarga tushuntirib beramiz. Bu Travers avtomobilga 2850 dollar rasxod ketgan. Mashinani ishini bitkazib berdik. Mashina egalariga ma'qul bo'ldi, haydab keldilar. Hozir hadoylarni ham remont qildiramiz. Hop, mashinada aslida nima bo'lgan? Mashinani ko'rib turganinglardek, Buxoro viloyatiniki 80 nomerda turibdi. Mashina Buxoroda atkaz qilib qolgan. To'lig'ini mana shu ustakamiz tushuntirib beradilar. Mashina korobkasi yurmay qolgan, avtomat korobkasi qizib ketgan. Buxoroda yurganlarda qizib ketdi. Shunaqa 2-3 marta remont qildirib ko'rganlar, baribir o'xshamagan ishlari. Shunda ustalar ya'ni yechib ko'rgan, tekshirib. Shunaqa evakuatorda keldi mashina, ochib ko'rganimizda mana bu friksiyonlar kuyib qolgan ekan. Friksiyonlar kuyib. Bunisi shaybami, friksionmi? Bu shaybasi ham ichida friksionlar, friksion. Disklari kuyib qolganini hisobiga mashina yurmay qolgan. Sog'ligida yaxshi yuriydi, qizgandan keyin mashina tortmay qoladi. Zamon muammolarni bartaraf qilib, zapchastlarni alishtirib, yangisini bosib mashinani ishlatib berdik. Sog'lasa, endi hadovoylarni qilib beramiz. Ma'lumot sifatida Buxoroda atkaz bo'lgandan keyin mashina yurmay qolgan. 2-3 ta ustaxonaga kirganlar egalarining ma'lumotlari bu. Mashinada ustaxonaga kirganda moy nasosi, ya'ni avtomat korobka moy nasosini almashtirishgan. Bu nech pul turadi taxminan rasxod? O'rtacha 150 dollar. 150 dollar va yana xizmat qassiga qo'shib buni almashtirishga ish bitmagan, bundan bo'lib chiqmagan aydi. Ya'ni boshqa narsadan bo'lgan. Mashina keyin Buxoroda ishlari bitmagandan keyin ishonib Toshkentga 400 dollarga evakuator ortib olib kelibdilar. Juda qimmatga olib kelibdilar. Hop, shu joyda bitta qisqa ma'lumot yana sizlarga 95 301 0011 evakuator xizmatimiz Avtodoktor o'zining kompaniyasiniki. Bemalol murojaat qilsanglar, Toshkent shahri bo'yicha O'zbekistonda ham evakuator xizmati juda arzon narxda kelishgan holatda ishlarni bitkazib, manziliga yetkazib qo'yadi. Xullas, Buxorodan keyin 400 dollarga evakuatorda Toshkentga olib kelib berganlaridan keyin mashinani korobkasini ochib ko'rdik. Ro'shan ismlari sherigimiz, professional avtomat korobka, motor remont qiladigan ustalar. Hozir aytganlaridek ochganlar, mana bu shaybasi ko'rganinglardek kuyib ketib qolgan. Ko'rasizlar? Mana bitta friksionlari ham hammasi kuyib ketgan shaybalari bilan qora yotibdi, qaranglar, ko'mir bo'lib. Xullas, bu yoqda keyin moy nasosini almashtirganlarini olib tashladik. O'zini eski moy nasosini qo'ydik. Bu yoqda gidroblok ishib ketib qolgan. Qorayib ketgan kuyga buni ham yangi boshqa qo'ydik, originalida. Bu solenoid ham ashibga yonib, bu atkaz qilgan. Xullas, buni boshqa qo'yish kerak. Buni уже remont qilishga foydasi yo'q. Xolasanglar kelinglar, banan yeymiz, banan bor ekan. Hozir videoni tugatib yuboramiz. Xullas, mashinani yig'ib berdik. Yaxshi moylardan qo'yib berdik. Bilasizlar, avtomat korobkaga sizlarga tavsiyam bor. Tatachi brendidagi korobka moyidan quyinglar. Valvoline brendidagi ham bor va Valvoline Amerikaniki avtomat korobka Dextron 6si ham bor. U variatorlarga ham ishlab chiqariladi. Tatachi Yaponiyaniki Dextron 6si yaxshi moydan quyib, vaqtida almashtirib yursanglar, bunaqa muammo bo'lmaydi. Qaranglar. Bu narsalarni hammasini hozir biz remont qilib berganimizda o'zimizda zapchast do'kon bor, Avtodoktor servisida. Xizmat haqqisi bilan 1,5 ming dollar xarajat bo'ldi. Original GM qo'yganimizda. Zapchast o'zimizda bor, hammasini olib keltirib berdik. Bir ishlarini zakazga va o'zimizda borini qo'yib, ishlarini bitkazib mashinaga taqdik. Mashinaga taqqandan keyin egalari yurdi. Haydab ko'rdilar. Ro'shan aka ma'qul bo'ldimi egalariga? Ma'qul, egalariga yoqdi yurishlari. Keyin hadovoyda kamchiliklar bor ekan, ularni ham ko'rib, bir tane hadovoylarni qilib beramiz. Travers egalari kelib, mashinani korobkasi bitgandan keyin, yig'ganimizdan keyin mashinani haydab ko'rdilar. Ma'qul bo'ldi, zo'r, ishim bitdi, xursand bo'ldim dedilar. Rasxodlarni ham aytdik, rozi bo'ldilar va avtomobilimda boshqa muammolar ham bor dedilar. Birinchi muammo, mana men ko'rib turganinglarda, tormoz sistemasini oporniy diski bo'ladi oldidagi. Mana bu ingichka bo'lib ketgan, ko'rasizlar? Ingichka bo'lib ketganda mana bular ham g'idir-g'idir bo'lib ketib qolgan. Mana shu tormoz bosganlarda dirillagan, ham chiyillagan, do'sh chiqib muammo bo'lib yurgan. Hadovoylar ham g'irchillab, to'qillab yurgan. Oporniy diski, yangi JM original kalotka, JM hozir ko'rasizlar, Porsche'ni qaytarishyapti, joyiga yig'ishyapti uje. Ishlarini qo'yib, bularni qo'yib, ishlarini bitkazib beramiz. Bu yerda stabilizator tagiga qo'yib berdik. Stabilizator tagiga qo'ygandan keyin ko'rib turibsizlar, yangi richey qo'ydik. Yangi richeyda bizda 3 ta narsa yangi bo'ladi. Sharovoy,
Richesanli blok konfeti, bu yoqda richesanli blok katta mushtimi. Mana shu narsalarni yangi qo'yib, bitta komplektni ikki taraf oldiga qo'yib, ishlarni bitkazib beramiz. Amalizator yaxshi holatda turgan ekan. O'zida bilasizlar, bizda amalizator перегачка usulining xizmati ham bor. Yangi zapchast do'konimiz ham bor. Yangi amalizatorimiz ham bor. GM originali ham, arzonchi Xitoy yoki koreyskisi ham bor. Zapchast bermagan topsanglar bo'ladi. Bundan tashqari stabilizator tiyagi ko'rib turibsizlar, stabilizator tiyagi. Bu yoqda mana bumerang mushtum shtanga втулкasi razvodnoy. Bu kalotkani korobkasi originali. Bu yoqda rezinkali, stabilizator rezinkali. Oldi kalotka, razval, balansirovka. Bu hammasi original bo'lganligini hisobiga $950 расход bilan bor. Ha? Nimani bosding? $950 расход bilan ishlari bityapti. $1,500, $950, $400. Va yana nima расход bor edi? Bo'ldi. $2850 bo'ldi mashina. Общий hisobda расходlari. Orqa opornisi yaxshi ekan, kalotkalari yaxshi ekan, holatda mashinani bitkazganimizdan keyin egalariga topshiramiz. Endi siz o'zingizga shaxsiy fikringizni yozib qoldiring. Shunaqa расходga, shunaqa avtomobil haydash arziydimi yo'qmi? O'sha men haydovchilarni yig'ib olishda balonlarni qo'yishyapti. Balansirovka xizmatimiz ham bor bilasizlar. $3000 расход qilyaptilar-da. Travers avtomobilni haydab yuribdilar. Hozir taxminan narxi nechmi? $40,000-$30,000 turadi bu Traverslar. 35 ming atrofida tushib ketdi-da. O'zining narxidan 10% ni расход qilib haydab yuribdilar. Endi bu holatida yana maza haydab yuradi. Endi buning sababi ham be'tiborlik qilganlar. 116 000 kilometr masofa yurgan mashina. 116 000 yurgan holatda moy almashtirmaganlar, korobkaga, kalotka almashtirmaganlar, boshqa ishlarni qildirmaganlar. Shuning uchun mashina qorayib ketib, yomon holatda bo'lib ketgan. Moy уже eskirgani uchun kuygan. Sovush sistema ham yaxshi ishlamagan. Bilasizlar, korobkani bularda sovush sistemasi Equinox'da, Malibu, Gentra va Travers'da, Equinox'da oldi radiatori antifriz sistema охлажденияsiga ulab yuborilgan, korobkani охлажденияsi. Bizda xizmati bor, uni alohida radiatorga, korobkani o'zini sovush sistemasiga oldi oblisovkaga qo'yib, ustunovka qilib beramiz. Ko'rinmaydigan qilib, zavazkoy, hech narsa perederlikka bo'lmaydi. Seriyamizning nomerini yozib qo'yamiz. Xudo xolasa murojaat qilsanglar, mashinangizga e'tiborli bo'lib yuring. Har 15 000 yoki 20 000 kilometr masofada iloji bo'lsa mashinani texnik ko'rikdan o'tkazib yuringlar. Seriyamizga olib kelsanglar, bizda ikkita manzil bor. Birinchisi Chilonzor 5-kvartal, Raygazi shunday oldida Ablosnoy bansi, Hamza Perekrovskiy chorrahadan Karmashkadan yurganda Bunyodkor stadion tarafiga ketishda Xalq bankini shunday orqa taraf. Ikkinchi manzilimiz hozir turgan seriyamiz Qo'ylu 5-massiv, Qiyot bekatini shunday oldida. Uzmak Soil zapravka ko'chani shunday yuzida. Seriyamizning hovlisini ham bitta ko'rsataman. Kelinglar. Bu yoq ko'chani ko'rsatib, endi ke. Bu yog'imiz seriyamizda bir vaqt o'zida 12 ta mijozga xizmat ko'rsata olamiz. Chunki 12 ta podyomli bor. 12 ta podyomlikdan tashqari bizda yama joyi bor. Bu yerda razval qilish mumkin, moy almashtirish mumkin, avtomobilni texnik ko'rikdan o'tkazish mumkin. Bu yoqda balansirovka joyi bor. Balonlarni ko'tarib, diskani ham restavratsiya qilish mumkin. Keyin bu yoqda motor xizmati, kompyuter diagnostika, mana bu yoqda ko'rib turibsiz. Mashinani noldan ham yig'amiz. Sim elektronikalarini hammasini murojaat qilasizlar. Boshqa foydali ma'lumot chiqib turish uchun siz YouTube profilimizga obuna bo'lib qo'ying. Bu yerda Instagramimizda ham platforma sahifamiz bor, Facebook ham bor. Murojaat qilasizlar, like bosib qo'yasizlar, jonli omon bo'lsin.